Yashamoq asari muallifi Yu Huadan yana bir noodatiy mavzudagi kitob 7-kun haqida gaplashamiz. Bosh qahramon Yang Fei o'limidan keyin 7 kun davomida arosatda qolib ketadi. Uni na tirik, na o'lik deb bo'lmasdi. U ana shu arosat davrida o'ziga o'xshagan boshqa o'liklar bilan ham ko'rishadi va ularning achchiq hayotiy hikoyalari bilan tanishadi. Kimdir sevgisini deb o'lgan bo'lsa, yana kimdir boshqalarning nafsini deb qurbon bo'lgan. Ahmoqligi sababli o'lib ketganlar ham yo'q emas. Va eng achinarlisi, ba'zilar tirikligida qanchalik yolg'iz bo'lgan bo'lsa, o'lganidan keyin ham shu ahvolda. Muallif o'lim orqali hayotning achchiq tomonlarini shunday mahorat bilan tasvirlaydiki, beixtiyor etingiz junjikib ketadi. 7-kun asarida Yu Hua jamiyatning boy va kambag'allarga turlicha munosabatda bo'lishini dafn jarayoni va turfa o'lim hikoyalari orqali ochib beradi. Albatta o'qib ko'ring.